Assalomu alaykum Andijon, Jalaquduq, Hamzobod. Voy barchaga shukr. Assalomu alaykum aziz qadrli teletomoshabinlar. Barchaga 2026 yil muborak bo'lsin. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, fayzi, barakot, omadli kunlarni so'raymiz. Omad shunga hamma yuboryaptimi yo bugundan boshlaymizmi? Boshlandimi? Bo'ldi, uxlamaylar sizlar. Sizlar qiladigan ishinglar faqat shu boshni yutmaguncha gazini bosish. Kelishdingmi? 2026-yilda mana shu Hamzobodda qancha oila, qancha xonadon bo'lsa, hammalariga kiraylik, yaxshi niyat qilamiz. Shu Jalaquduqdagi har bitta yurtdoshlarimiz oilalariga kirib, kamida bitta Damas, bo'lmasa Damas plus maishiy texnikalar yoki Onyx avtomobillarni berish nasib etsin deb niyat qilganmiz. Sizlar ham xalas qilgan bo'lsanglar, ichinglardan yaxshi niyat bilan qarshi chop beringlar. Qarshinglar. Omad shu 46-soni va asosiysi bizning g'olibamiz Andijon Jalaquduqdan Dilafruz Abdurahmonova bo'ldilar va bitta qarshi chopsanglar biz ular bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum Dilafruz opa. Alaykum assalom. Kepsizlar? Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo bo'lmasa iloji yo'q. Omad shu hisobidagi 1753 Damas bilan yetib keldik. Quruq kelganimiz yo'q. Rahmat. O'zi bizning yurtdoshlarimiz mehmondo'st, quruq qolsangiz ham yaxshi kutib olishadi, lekin sizda boshqacha kayfiyat bo'lishi kerak, to'g'rimi? Albatta. Yangi yil omadli keldi. Albatta omadli keldi. Kelin oldim. Mashina yutdik. Kelingiz ham qadam qutlug' keldi. Xudo xohlasa. Opajon, ko'p muxlislarimiz bor, ko'p sonli muxlislarning savollari ham bor. Qanday bordingiz, qanday chiqdingiz, qaysi mahsulotdan yubordingiz, necha pul berdingiz degan savollar ham yo'qmiz, ha? Albatta bor. Nima deb javob berdingiz ularga? Unda porachilik yo'q. Haqqoniy o'yin dedim. Rostmi? Albatta. Haqqoniy ekanmi? Haqqoniy. Qaysi mahsulotdan qaysi kun nechta yubordingiz? Men ichimliklardan, vaflilardan juma kunida 27 ta jo'natdim, dushanba kuni chaqirildim. Soat nechida? Erta bilan 8:30 da. Alloh omad bersa ajab emas. Hamma omadli. Mana shu ko'zimiz ko'rib, yuragimiz urib, oyog'imiz yurib turgani bitta katta ne'mat va omad. Faqat sizlar omadga ishonsanglar bo'ldi. Bir kun emas, bir kun bu omad sizlarga ham albatta kulib boqadi. Hayajonli fursatlar azizlar, omad shu selonni 346 sonli g'olibiga aylangan albatta ishtirokchimizga omad shu hisobidagi 1753 Damas avtomobilni siz guvohligingizda qaselar sadosi ostida tantanali ravishda taqdim etamiz. Muborak bo'lsin. Qaselar bilan bo'lsin Dilafruz opa. Rahmat, sizlarga ham rahmat, omadinglarni bersin. Omad shu bundan ham gullab yashnaversin. Hammamiz boraylik. Aytganingiz kelsin, sog' bo'ling. Ana endi nima qilamiz? Otingizga topshirasiz. Bu mening otam ko'rsatuvini boshlaymiz. Qani marhamat, keling tog'ajon, marhamat. Mana. Qaselar bilan. Rahmat. Ana, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Otaxon nima deysiz endi? Haqqoniy ekanmi? Haqqoniy ekan, hammasi o'ynasin, yursin mahallada. Dilafruz opa ko'rsatuvimizning homiylari. Mening yurtim telekanalida ko'p sonli teletomoshabinlar kuzatishyapti. Ularga ham bir og'iz bir omadli ishtirokchi sifatida minnatdorchiligingizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Hammaga minnatdorchilik bildiraman. Mana shu yangi yil hammaga omadli yil bo'lsin. Telefon qilganlarga ham alangali salom. Hammani omadlarni beraversin. Keyingi manzilimiz bilasizlar qayerda? Quva. Quvada bo'ladi. Farg'ona. Ha, Farg'ona Quva. Nima yutganlar bilasiz? Bildingizmi o'zi? Ha? Texnika yutdim. Damas plus muzlatgich va gaz plitasi yutdilar. Maishiy texnika bitta qarshi chop qo'yilib bo'lgan. Endi u 1754 Damas avtomobili yonida maishiy texnikalar bilan birga olib boramiz. Sobini yuragingiz shuvillab ketgani bundan. Hali ham kayfiyatdan, o'sha kayfiyat hali ham bor. Mayli, siz ham o'zi chiqdi-yu. To'g'rimi? Yana borib Onyx yutib kelaman. Sog' bo'ling, topdilar-chiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunaqada qancha ko'p bo'lsa hammaga shuncha yaxshi. Ilohim taginglarda omad shouda Onyxlar bo'lsin. 2026-yil hammaga omadli kelsin. Azizlar, sog'lik omonlikda ko'rishishni deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin yana bir bor. Assalomu alaykum Farg'ona Quva. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Omad Show teleo'yinini 346-sonda sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Farg'ona viloyati Quva tumaniga yetib keldik. Yangi yil barchaga muborak bo'lsin. Chin dilimizdan tabriklaymiz. Yangi yil yangi omadlarni olib kelsin deganlar, yana bitta qarsigilarni ayamasanglar. Mohgul Komilovani albatta yonimizga taklif etamiz. Mohgul, kayfiyatingiz qanday? Kayfiyatim juda ham yaxshi, a'lo darajada. A'lo darajada sizga Albatta. nafaqat Damas, balki yonida maishiy texnikalar ham nasib etdi. Gaz plitasi va muzlatgich. Bu bayramga munosib va sovg'a bo'ldi deb bemalol aytishimiz mumkin. Havas kelganlar bormi? Bitta qarsiga javob qo'yinglar, qayda qarsiginglar. Mohgul bor.
Ana endi qanchadan buyon muxlis edingiz, qanchadan buyon yuborardinglar? Oilada kim ko'proq muxlis bo'lgan? Biz oilada asosan ayajonim muxlis bo'lganlar. 7 yildan beri jo'natamiz. Siz qarshilik qilganingiz haqida eshitib qoldim, to'g'rimi? Ha, qarshilik qilganman, to'g'ri. Siz qarshilik qilgansiz. Ha, albatta qarshilik qilganman. Ha, sizning raqamingizdan yuborilganligi uchun o'zingiz chiqdingiz-a? Ha, shunaqa bo'ldi. U yoqqa borib ham ishonmagansiz, to'g'rimi? Yo'q, ishondim. Ishondingizmi? Telefon kelganda-chi? Telefon kelganda ishonmadim lekin. Ishonmadingiz? Yo'q, albatta. Yolg'ondan dedingizmi? Ha, bular sun'iy intellektda meni aldashyapti shekilli deb o'yladim, to'g'risi. Birinchi Ishonmadim. bo'lib kimga aytdingiz bu xabarni? O'zi telefon kelganda ayam dedi telefon, keyin dadam oldi, keyin men oldim, qo'lma-qo'l bo'lib ketdi o'zi ham. Oilaviy gaplashib Ha, albatta. Shundan ham ishonmadinglar-a? O keyin nomerni ko'rib ishondik keyin. 77-77 ko'rib ishondim. Baraka toping, sog' bo'ling. Bitta qarshilik olib qo'yasizlar akamizga. Alohida rahmat. Asosiysi oilani muvaffaqiyati, oilani yutug'i tabriklaymiz. Xullas, muxlislarimiz mening yurtim telekanalida tomosha qilishyapti. Atrofda qaro ko'zlar bor. Endi ko'pchilikda savol bor-da, o'zi ham qo'ng'iroq qilishgandi. Mohigul qanday qilib omad shouga borib qoldi yoki shu oila ko'proq qaysi mahsulotdan yubordi? Soat nechida? Nima qildinglar? Shuni gapirib beringlar. Qara. Buni ayam gapirsin, to'g'risi, ayam jo'natganda. Bu omad shouni to'g'risini aytsam, hammasi haqqoniymi yo nohaqqoniymi degan narsalar haqida savol bo'lar ekan. Minglab muxlislar telefon qilishyapti. Telefonim haligacha tingayu. Bunaqa telefon ishlatib men faqirlanib ketdim. Xudo bo'lsin, tabriklaymiz. Vaqtlarini o'ynardik, yurdik. Oxiri ko'pega o'tib ko'raylik-chi, ko'pga foydali qish kelyapti. Qolganlarni, ortganlarni kimga bo'lsa ichinglardan ham biz tavsiya qiling. Ko'paylarda ish ko'p ekan. Sog' bo'ling. Asosiysi bu omad. Ana endi hozir Mohgulxon uchun ajratilgan avtomobilimiz omad shou hisobidagi 1754 Damas avtomobili tantanali ravishda taqdim etamiz. Qaysi yili bo'lsin? Qanaqasilar? Omad shou hisobidagi 1754 Damas avtomobili Mohgulxonga muborak bo'lsin. Qani tabriklaymiz. Balandroq ko'taring, muborak bo'lsin. Rahmat. O'z haydasizmi Mohgul? O'zim ham haydagan guvohnomam bor. Birinchi o'rinda oilamiz boshi dadamga sovg'a qilaman bu mashinani. Tug'ilgan kuningizga sovg'a bo'lib qoldi dadam mana. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Muborak bo'lsin, yaxshilikka haydab yuring. Mana yonida gaz plitasi turibdi. Bu ham sizlarga atalgan va muzlatgichimiz ham bor. Mana buni ham sizlarga yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Mohgulxon tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Mening yurtim telekanalini tomosha qilayotgan qadrli do'stlarimizga va albatta Omad shou rahbariyatiga, homiylar, hamkorlarimizga minnatdorchilik bildirsangiz qani. Bu avtomashina dadamga bo'lsa, bu ikkovini ayam bilan bo'lishib olamiz, ikkalamizga. Uchalamizga sovg'a bo'lib qoldi. Keyin bu loyiha tufayli ko'plab insonlarning orzulari amalga oshyapti. Shu qatorda bizni ham barcha loyiha egalariga minnatdorchilik bildiraman, hammaga tavsiya qilaman. Salomat bo'ling. Rost ekanmi? Ha, rost ekan, yolg'on yo'q. Endi o'zingizdan tashlaysizmi yo bo'ldimi? Yo'q, tashlashni boshlaganman. Boshladingizmi? Ishonmasdan endi borishni boshladingiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Buyurib nasib qilsin. Tabriklaymiz. Omad shou hisobidagi 1754 Damas avtomobili, muzlatgich va gaz plitasi oilaga muborak bo'lsin. Aka, sizni ham tabriklaymiz. Yaxshilikka haydab yuring. Tez orada yana quvvada, yana mana shu atrofdagi qaro ko'zlar xonadonlarda mehmon bo'lishlik, sovg'alar topshirishlik bizga nasib etsin. Sog'lik, omonlikda, bag'ri butunlikda, mening yurtim telekanalida Omad shou ko'rsatuv sovg'alar topshirish marosimida ko'rishguncha quvvatlilar, omon bo'linglar. Rahmat. Omad shou serverida bugun bayram navbatdagi 12 avtomobili o'z egasini topdi. Biz manzilga olib keldik. Biz Samarqanddamiz. Assalomu alaykum to'ylar. Endi avtomobilni qo'lga kiritgan yurtdoshimiz, Omad shouning muxlisi Adhamjonga bitta qarshi chalasizlar. Qani. Keling gapga. Kuyov bola. Bola, turishini qaranglar. Og'izlari yopilmayapti. Ana, bitta qarshi chalaydi Adhamjonga. Mana xudo xolisa yaqinda endi ro'zadan keyin, Ramazondan keyin to'y ekan. Kelinni oyoq qutuq kelib, mana Damas emas, Omad shouda Onyx. Ha? Qarsilar bo'lsin. Eshitib qo'ydingiz. Qilib qo'ydik. Boplabsiz-da. Xo'p, anchadan beri muxlis. O'yin boshlangandan beri 7 yildan beri. Jo'natardingiz. Albatta.
Oxiri chiqdi. Oxiri chiqdi, niyat qilib tashlagan edim, chiqdi mana. Xursandmilar? Ha, albatta bayramga zo'r bo'ldi. Bildimi hamma butun qishloq, butun toyloq, Ha, hamma birga telefon qilib tabriklar. qo'ng'iroqlar. Ha, tinmay yotibdi telefon. Mana keldingiz qarang, mana bu yerda hozir Toshkentga borganlar bor, bormaganlar bor, studiyada o'z qatnashdingiz. Qanaqadir bir tanish-bilishchilik, nima deydi, birorta bir insonga bir yon bosish degan narsa. Yo'q, unaqa hech qanaqa nima yo'q. Hammasi haqqoniy. Hech qanaqa tanish-bilishchilik yo'q. Yo'q, unaqa nima yo'q. Sizga chiqdi, sizga berdi, to'g'rimi? To'g'ri. Sizdan boshqa yana ishtirokchilar bor edi, ularga damas tushdi, to'g'rimi? To'g'ri, mana shunaqa. Nima deysan yurtdoshlarga, nima qilishsin? Omad shohni mahsulotlaridan olib, stikerni o'chirib, ishonib, niyat qilib hamma tashlash kerak. 10 ta, 15 ta, 20 ta vaqti bo'lganga tashlab olish kerak. Sharoitga qarab. Sharoitga qarab. Ham uydagilar o'shandan iste'mol qilishadi, foydalanadi. Yaxshi-da. Hop, endi bu yoqqa yana bosasizmi yo bo'ldi, to'xtatasizmi? Men o'sha kuni chiqishim kerak edi. O'sha kun telefon menga chiqish kerak edi. Bo'lmadi. O'sha kuni ham tashlab olgan edim. O'sha kuni yana tashlaysiz. Ha, yeng. Qarshi shalib qo'yinglar, Abxaziyonni tabriklaymiz. Buyursin, mana va'da, men o'zim olib borib topshiraman deb aytdim. Mana muxlislar, qo'mi qarindoshlar, yaqinlar, hammanglarning guvohligingizda avtomobilni kalitini topshiramiz. Qarshi chalib qo'yinglar. 1755 avtomobil Samarqand Toyloq. Qarsanglar bo'lsa tabriklaymiz. Yangi yil muborak bo'lsin, omadli kelgani rost bo'lsin. O'zgarib qoldingizmi? Turishingiz ham boshqacha bo'libdi. Ey, sattirib qara, spora, do'dam. Hali qaynotang ko'rishi bor, do'dam ham ko'rishi bor. Kuyov o'zgarib qoldi deyishmi? To'g'rimi? Qarshi chalib qo'yinglar. Xo'p, bayram tabriklar Adham. Yurtdoshlarimizga bayram tabriklar, omad yo'l muxlislariga. Avvalambor shu 2026-yil hammaga omadli yil kelsin. Hamma niyatlariga erishib yursin. Omad sho'ga omad tilayman. Hamisha yutuqlaring bundan-da ziyod bo'lsin. Hammalaringga rahmat aytaman. Xo'p, o'rtoqlar, 2025-yildagi 10x avtomobilni mana o'z egasiga topshirdik. Omad sho'l servisida 10x avtomobildan tashqari yana qo'shimcha 20 ta velosiped ham qo'lga kiritishingiz mumkin. SMSlarni bosib jo'natinglar, bir dona SMS jo'natib ham g'olib bo'lsangiz bo'ladi. 2026-yilda omad sho'li muxlislari ko'plab bo'lsin va sovg'alar ham bundan-da zo'r bo'lsin. Ko'taring kayfiyatda xayrlashamiz azizlar. O'sha ishiga tinchlik, xotirjamlikda, bag'ri butunlikda yorib yuz bilan meni yurtim telekanalda yana ko'rishguncha. Xayr to'ylar! Sog' bo'linglar! Tabriklaymiz Akramjon. Omad sho'ning 346-sonida mana velosiped egasiga aylandim. Sizlarga ham omad, sizlar ham o'ynanglar, ishonchli o'yin omad sho'i. Omadni katta kichik bo'lmaydi. Mana bugun katta quvonchlarimiz yangi yilda bizning xonadonimizda ham katta bayram, velosiped sohibi bo'ldik. Endi yana niyatlarimiz yangi yilda hammamiz birgalikda mashina olib o'tishni nasib etsin. 346-sonida velosiped sohibi bo'ldim. Haqiqatdan ishonchli o'yin ekan. Sizlarga ham tavsiya etaman. Yangi yil omad olib kelsin. Omad sho'dan velosiped yutib oldim. Bundan oldin 24-yilda avgust oyida 1 yil oldin Trikirem yutib olganman. Hammani omadi kelsin, hamma shu omad sho'ga qatnashdim. Shu mening biyina hamma narsa yutib olishni. Omad sho'u ko'rsatuvining 346-sonida velosiped sohibi bo'ldim. Omad sho'u o'ynang, ishonchlangan.